Namangan viloyati Mudofaa ishlari boshqarmasi huzuridagi chaqiriluvchilarni harbiy texnika mutaxassisliklari bo'yicha tayyorlash o'quv markazida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyining 2025-2026 o'quv yili bitiruvchilariga diplom topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Harbiy orkestr sadolari bilan boshlangan marosimda mas'ul tashkilotlar vakillari, nuroniylar, ota-onalar hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etib, yoshlarni erishgan yutuqlar bilan qutladilar. Vatanparvarlik, fidoyilik va yuksak maqsadlar mujassam bo'lgan ushbu tadbirda litseyni muvaffaqiyatli tamomlagan 181 nafar bitiruvchiga diplomlar tantanali topshirildi. Saf tortgan yigit-qizlar uchun bu kun hayotlaridagi eng unutilmas va sharafli onlardan biri bo'ldi. Diplom topshirish marosimida biz qizil diplom hamda kumush medal bilan taqdirlandik. Albatta bunday medallarni olib biz vatanimizga yanada mas'uliyat bilan, sadoqat bilan xizmat qilish ruhi yanada ko'tarildi. O'qish davomida fan olimpiadalariga qatnashib, munosib o'rinlarga ega bo'lganmiz. Kelajakda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga topshirib, ofitser unvoniga ega bo'lib, O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilish. Tadbir davomida litsey o'quvchilari tomonidan tayyorlangan harbiy amaliy chiqishlar, saf tayyorgarligi namunalari yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Vatan, jasorat va fidoyilikni ulug'lovchi qo'shiqlar marosimga yanada ko'tarinki ruh bag'ishladi. Tadbir davomida ota-onalar va yaqinlarning ko'zlarida faxr, quvonch va hayajon uyg'unlashgani yaqqol sezilib turdi. Meni qizim mana shu 2 yil davomida shu litseyda tahsil oldi. Shu safda turganidan faxrlandim. Yoshligidan shu kasbga qiziqib, o'zini kuchi bilan shu dargohga yetib keldi. Bundan buyog'iga ham borishiga, olg'a qadam tashlashiga ishonamiz. Hozir juda hayajondaman. Ko'zimda yosh bilan yig'lab tomosha qildim. Tarbiya bergan ustozlarga, mana shunchalik sharoit yaratib bergan prezidentimizga katta rahmat. Litsey o'quvchilari yil davomida sport musobaqalari, fan olimpiadalari va turli ko'rik tanlovlarda faol ishtirok etib, munosib natijalarga erishmoqdalar. Xususan 2025-2026 o'quv yili viloyat fan olimpiadalarida 3 nafar o'quvchi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Ayniqsa 18 nafar bitiruvchining oliy ta'lim muassasalariga muddatidan oldin talabalikka qabul qilingani akademik litseyda yaratilgan ta'lim muhiti va o'quvchilarning bilim salohiyati yuqori ekanini ko'rsatadi. Diplom topshirish marosimi bitiruvchilar uchun nafaqat quvonchli bayram, balki burch va mas'uliyatni teran anglashda muhim mezon vazifasini bajardi.